Yurtimizda bunyod etilgan Islom sivilizatsiyasi markazi nafaqat ilm-fan madaniyat markazi sifatida, balki o'zining keng ko'lami va noyobligi bilan ham alohida e'tirof etilib, Ginnesning rekordlar kitobiga kiritildi. Bu markaz milliy merosimizni keng targ'ib etishga xizmat qiluvchi yirik ma'naviy maskanga aylanmoqda. Tantanali taqdirlash marosimida Ginnesning rekordlar kitobi tashkilotining rasmiy vakili sudya Shayda Subasi ishtirok etdi. Ta'kidlash joiz, ushbu e'tirofdan avval xalqaro ekspertlar markazning barcha me'moriy yechimlari, texnik parametrlarni sinchiklab o'rganib chiqdi. O'tkazilgan ko'p bosqichli baholash natijasiga ko'ra, majmuaning har bir jihati belgilangan xalqaro mezon va standartlarga to'liq javob berishi rasman tasdiqlandi hamda tegishli sertifikat tantanali ravishda topshirildi. Guinness World Records. Bugun biz O'zbekistondamiz va dunyodagi eng yirik islom sivilizatsiyasi muzeyi rekordini tasdiqlash maqsadida shu yerga tashrif buyurdik. Bu jarayon nihoyatda hayajonli va muhim bo'ldi. Biz muzeyni qariyb 3 soat davomida to'liq aylanib chiqib, barcha ro'yxatlarimizni birma-bir tekshirdik hamda ekspozitsiyadagi har bir eksponatni sinchiklab ko'zdan kechirdik. Har bir namuna aynan islom sivilizatsiyasiga oid bo'lishi shart. Katta mamnuniyat bilan shuni e'lon qilamizki, Islom sivilizatsiyasi markazi Guinness rekordini rasman qo'lga kiritdi. Bugungi kunda Islom sivilizatsiyasi markazi mintaqaning eng ko'p tashrif buyuriladigan ilmiy ma'rifiy maskanlardan biriga aylangan bo'lib, har kuni o'rtacha 5000 nafarga yaqin mehmonni qabul qilmoqda. Bu esa uning nafaqat mahalliy aholi, balki xorijiy sayyohlar orasida ham katta qiziqish uyg'otayotganini ko'rsatadi. Markazimizning ochilgandan beri mana mart oyida rasmiy ochilishi va ungacha bo'lgan tayyorgarlik jarayonida juda ko'p mehmonlar tashrif buyurishdi. Yoshlar, nuroniylar, juda ko'p ma'naviyat va ma'rifat soha vakillari, umuman xalqimiz tinimsiz bu yerga kelishyapti. Hozir ularning juda ham soni ko'payib ketgan. Dam olish kunlari ham 6000, 7000 mehmonlarning tashrifi bu yerda amalga oshirilyapti. Chunki ular bu ma'naviy ma'rifiy markazga o'zlarida tarixiy ajdodlarimizdan qolgan ulug' bir meros, ya'ni madaniy meros, nodir artefaktlar, original mana shu ashyolarni ko'rishga, ya'ni siz bilan bizning ajdodlarimiz tarixiy merosiga guvoh bo'lishga ular hammasi mana shu yerda umid bilan kelishi va o'ylaymizki, bir fikr bilan kelib, bir boshqa juda yaxshi fikrda katta taassurot bilan chiqib ketishyapti. Ushbu rekord O'zbekistonning islom ilmi, madaniyati va ma'rifati tarixidagi muhim o'rnini yana bir bor tasdiqlaydi. Shu bilan birga mamlakatimizning sivilizatsiyalar muloqoti, bag'rikenglik va madaniy xilma-xillik tamoyillariga asoslangan xalqaro maydondagi nufuzini yanada mustahkamlaydi. Bu markaz faqatgina o'zini muzeyi bilan emas, balki bu yerda tadqiqot markazi, ma'naviyat, ma'rifat markazi, bilim, ta'lim markazi, Guinness rekordlar kitobiga kiritilgan ekan. U faqatgina aytaylik maydoni bo'yicha emas, balki haqiqiy tadqiqot markazi, ma'naviyat, ma'rifat markazi sifatida ham oldinda buni ko'p mukofotlar kutayotganiga umid qilamiz va ishonamiz. Ginnesning rekordlar kitobiga kiritilishi Islom sivilizatsiyasi markazini intellektual merosini o'rganish va asrash bo'yicha yetakchi xalqaro platformalardan biriga aylantiradi. Kelgusida ushbu maskan dunyo olimlarini birlashtiruvchi markaz sifatida yangi O'zbekistonning gumanitar tashabbuslarini global miqyosda ilgari surishda muhim o'rin tutadi. Zokir Mo'minov, Islombek Abdunabiyov bugun dastur uchun.